Assalomu alaykum YouTube ahli, assalomu alaykum ahli YouTube. Aziz obunachilar. 3-4 kun oldin video qo'ygan edim. Katta ob'yom. Xohlasa mana aka ikkinchi qatorni ham o'sha boshlab yubordik. Bu tomonlari hali endi boshlaymiz. Turpoqlari to'kilgan, tayyor. Manaki ob'yomimiz katta molxona. Xohlasa mana ikkinchi qatorni ham boshlab oldik. Oddiy bo'ylab xizmatdamiz. Ustalar ishlayapti manaki. İkinci qatorni bugun boshladik. Mana nasib bo'lsa, Xudo xolasa bu tomonlarni ham boshlab oldik. Mana tepadan yo'q. Ana ustalar olib kelyapti. Tekis Xudo xolasa ip tortilib atviska olinib qirqilib tekislanadi. Burchaklari ketgan, tep-tekis. Ob'yom 282 metr. Xudo xolasa mana buni yonlari endi qirqiladi. Kechadan o'tgan kuni urilgan edi bu tomonlar, endi qirqiladi mana sekin. Bu tomoni manaki qirqilib bo'lgan o'shasi. Ha. Xohlasa manaki bir xonasi. Ob'yomni qarang kattaligi. Bu tomonlari Xudo xolasa mana endi boshlanadi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomat bo'ling. Tuzimiz. Mana bu tomoni ham devor, o tomonda ikkita, 3ta xona bor. Tomonlari endi Xudo xolasa quriladi. Hozir devorimizda 2 qatorni tugatamiz. Sekin Xudo xolasa bu tomonga navbat. Manaki mana bitta, ikkita oldi ochiq koridor, 4ta bunisi.
Kimga shunaqa paxsalik xizmatlar kerak bo'lsa, aloqadamiz. Vodiy bo'ylab xizmatdamiz. Paxsamiz ertalab boshlagan edik. O'sha qurib qolibdi, mana sergib qolibdi. Hamyonbop narxlarda qilib beramiz. Faqat katta ob'yom olamiz. Vodiy bo'ylab, Farg'ona, Namangan, Andijon bo'ylab katta ob'yom bo'lsa, chiroyli narxlarda qilib urib beramiz, xudo xolasa. Obisiniyaga nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar vodiy bo'ylab. Chiroyli qilib, tekis qilib urib beramiz, xudo xolasa. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'ladilar.